Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana xudo xohlasa ishlarimiz sekin davom etyapti. Ichkarilarda ponniki bo'ldik endiklarini. Endi tashqi fasadga navbat keldi. Bu yerlar kafe bo'ladi. Bu yerlar hujjatga. Devorlar Trinity. Tuniki fonimiz ham deyarli bo'ldi. O'rtada kosmos qoldi. Bu xonalar ham remonti bor. Endi bu xonalarga kiradigan bo'lsak, bu xonalarimiz mana devorlari endifdan bo'ldi. Ko'rib o'zinglar baho berasizlar mana. Bu yerda kulchatori bor. Mana yoqib ko'rsatib qo'yaman. Patologiyamizda bizni kuzatishda davom eting, obuna bo'lib qo'ying, shunday xizmatlar kerak bo'lishi mumkin sizlarga ham. Kuzatganlar uchun hammaga rahmat.